Xullas, biz qayta qishloqqa qaytib ketyapmiz. Shuhratni olib ketgani keldik. Axir Shuhrat sinfidagi eng a'lochi o'quvchilardan biri. Uni Rusmobiga oxirdek o'qishga yubormasangiz, kelajakini barbod qilib qo'ymaysiz. Menga qarang, Shuhratni tashvishi sizga qolibdi. U bizni o'g'limiz. Xohlasak o'qitamiz, xohlamasak yo'q. Siz aralashmang. Ey, farzandimizga yurak achiganidan gapiryapti. Bilsangizchi, dadasi. Farzandlarim o'qimishli bo'lishini men ham jon dilim bilan istayman. Ammo qo'li kattalik qilsin. Dadasi, menga buncha shu o'qituvchini oldida past ketaverasiz, a? Siz menga qarang, Shuhratni qayg'usi sizga qolgani yo'q. Mana kitoblaringiz. Oldin siz tug'ib oling. Keyin gapirasiz. Tushundingizmi? Nasıl? Og'zimni yopmang. Ammo sizdek tug'ib ko'rmagan bo'lsam ham, mana bu qaror ko'zlarimda o'z farzandimdek ko'raman. Shoshmanglar. Menda bir taklif bor. Agar rozi bo'lsangiz albatta. Shuhrat meni uyimda turib o'qisa nima deysizlar? Men unga hamma sharoitlarni yaratib beraman. Issiq xona, issiq ovqat, issiq kiyim, hammasini yaratib beraman. Rahmat sizga. Nimasi axir? Yur. Bo'ldi, bas, yetar. Farzandingizni turmushning yukini yengillatish uchun tuqqan bo'lsangiz, undan turmang. Ularni kelajagiga rahna solib, umidlariga to'sqinlik qilish uchun ham tuqqan bo'lsangiz, undan ko'ra turmang. Ular sizni ololmagan bilmingiz, saviyasizligingiz qurboniga aylanmasin. Ular hayotni juda go'zal ko'rishadi. Shu hayotni kelgusi fikrlaringiz bilan buzmang. Ular